qorlarimizdagi o'sha aynan o'sha oqsoqlik to'xtagan joylarini bilib to'xtashligi va boshlashlikda bilib boshlashlik. Xo'p, undan avval ham aytdim. Buni yo'li nima? Yechimi arabcha o'rganasiz. Arabcha o'rganingda asli Allohning kalomini tushunaman deng, Allohni tanish uchun o'rganing. Ya'ni Qur'oningiz bor, yoddan bilasiz. Bir o'tirishda ham Qur'onni o'qib berasiz. Lekin o'shani endi tushunsangiz qanday bo'ladi? Ya'ni Allohni tanish uchun o'rganing. Robbim menga shunchalik kalomingni berding, o'zingga hamdlarim bo'lsin. Endi bu kalomingda nima deyapsan? Biz bandalaringga nima deyapsan? Seni taniy, seni so'zlaringni bilay deya bugundan har biringiz azimat qiling, qasd qiling, niyat qiling. Shu Qur'oningizni endi ma'nosini o'rganing. Vaqf va ibtidongizni arabcha bilmasangizda hozirdan to'g'rilasangiz bo'ladi. Uni yo'li mana ulug' qorakalarimiz yozgan, Mahmud Xalil Husariy bo'lsinlar, Mustafa Ismoil hazratlari bo'lsinlar. Hozirgi kunda mana hayot bo'lib turgan shayximiz Shayx Ayman Suveyd. Birlarinikini oling, balkim kamida 3 tasini eshiting. Rahmatli Zaynun qorakamiz, rahimahullohu taala. Rahmatli Zaynun qorakamiznikini aynan audio eshiting. Nimaga? Qorakamiz tasjilot o'sha yozganlarda Misrga borib yozdilar. Misrga borib yozganlarda 16 ta Misrni o'sha Mahmud Xalil Husariy, Minshaviylari kabi shuyuxlari, qorlari tekshirib turdi. O kishini qarang, qiroatini 16 ta Mujammal Buhuth al-Islamiyya deyiladi, o'sha hay'at tekshirgan. Shuning uchun ham bir masalan bu yerda 2-3 ta ham qaytargan joylari. Ular aytadi, bu yerni qaytarib ber deydi. Keladi, boshqadan yozadi. Qorakamda ibtidosi, vaqfi 100% to'g'ri. Zaynun qorak mana bor, biz Al-Qur'onda bor, Zayniddin Usmon deb yozsangiz chiqadi, to'liq o'qiganlari bor. Azhar-i Sharif ulamolarini aynan Qur'on mutaxassislari taraflaridan nafaqat tajvidlari, tartillari qorakammi. O'sha vaqf va ibtidoni shunaqangi go'zal to'xtab qo'yganlar, to'xtagan joylardan go'zal boshlaganlar. Rahimahullohu taala. Men eslayman, borib yozganlarida ro'za edi. Qorim, biz bojamiz-ku. Bojam derdilar erkalab. Bojam juda qiyin bo'lyapti deya men yo'llarda ko'rganman kelganlarda og'izlari qurib qolib bo'lsa ham o'qidilar. Bugun Alloh taolo oxiratlarini obod qilsin deymizda, o'sha zotlarning ilmi mana bizga meros bo'lib qoldi. O'zbek qorlarini eshitaman desangiz, aynan sizga Zaynun qorakam rahmatullohi alayhi ustozimiz aytaman.